Necha yil ishlagansiz Rossiyada? Rossiyada 1 yil ishlaganman. Mana ishlaydim 8 oy. Kredit to'lagan bo'lgan. Lekin mazza. Yaxshi Rossiyam. 40 yil deportirgan. 40 yil? 40 yil deportirgan ha. Menga anondaqa 8 oy ishlaganimda meni sara kelib turib aeroportga ketirganimda uyga. Davay patsan suda degan borganman. Shu pasport ko'rgan, dokument ishlaganman-da. O'tib ketgan 4 oydan. Keyin dva tistaymi deyapti. Dva tistaymi 2000 ber deyapti, ketaversan deyapti. Kopeykamdan deganman-da. Rostdan ham yo'q edi-da. Cho'ntagimni ko'rsatib o'tganman. Ladna dedi. 5 god домой dedi. Deport yo'qmi? Endi qarang, 5 yil deportim bor. 5 yil deportim